Mana o'rtasini yopishtirib olgandan keyin endi mamna qilib 10 ta bo'limga bo'lib chiqdim. Birinchi 10 so'roq bo'lish uchun qopqog'ini bo'lib oldim. 10 ta qilib, keyin mamna qilib chiqazib, keyin mamna qilib chizib chiqdim. Mana 10 ta bir xil deleniyaga, ya'ni bo'limga bo'ldim. Kley qotdi, mahkam turibdi, tekis turibdi. Endi lipestoklarni, ya'ni yaproqlarni yopishtirishni boshlaymiz. Birinchi qatorimizni bu kichikroq piyonni yasaman hozir. Birinchi qatorimizni mana birinchi mana bu stikiga yopishtiraman. Yopilsin deb qaranglar qizlar. Mana bunga taqa-taq qilib konteynerga yopishtiramiz birinchi. Mamna qilib konteynerga yopishtiramiz. Keyin yana bitta mana bu taqa-taq qilib konteynerga yopishtiramiz. Yana bitta kley surib mamnaqasiga yopishtiraman. Tushuntira oldimmi? Mana birinchi marta kley suraman. Mana bundoq qilib taqa-taq qilib konteynerga yopishtirdim. Birinchi mana bu chizuvga o'rtasini topib konteynerga yopishtirdim. Endi yana bitta kley suraman. Mamna qilib gulimizga yopishtirib olaman. Azimcha ushlab turinglar. Kley qotsin, keyin qo'yaverasizlar. Mamdo tekisroq tushsin. Har bitta deleniyasiga mana shunaqa qilib yopishtirib chiqamiz qizlar. Birinchi buni konteynerga yopishtiryapman, keyingisiga o'rtasini chizuvga mo'ljallab yopishtirdim. Mana bunaqasiga ham bitta tekisda ketsin. Keyin bu yog'iga kley surib, endi bu yog'ini gulga yopishtiryapman. Bundoq tekis tushsin. Mana bunaqasiga vertikalniy tushsin, tekis tushsin. Bu piyon sal balandpast bo'lib qolsa, men shunaqa qo'rqinchli bo'lmasa kerak. Tak. Shu birinchisini qizlar azincha adashdim, o'zi azincha qoldirib, xuddi atirguldagi bundan oldingisini ichkariga tiqish kerak edi. Mayli, ustidan qo'ramaydi, hech narsa qilmas. Keyingi qatorda ko'rsataman sizlarga shu narsani. Mana keyingi chizuvga konteynerga o'rtasini mo'ljallab yopishtirdim. Kley surib, chishi listiklarni o'ziga yopishtiramiz. Imkon qadar mana bunaqasiga vertikalniy tushsin. Qatorni mana shunaqa qilib yopishtirib chiqamiz. Endi mana kley yopishmabdi. Mana shunaqa kamchiliklarni ham qarab o'tinglar. Qolib ketmasin. O'tgandan keyin tepasini yopishtirib olamiz.
O'shanda men buton ham konteynerga likkilab ketmaydigan bo'lib yopishadi. Ya'ni buton emas, chishi listiklarimiz. Yana bir marta mahkamlab chiqqan bo'lamiz. Qaranglar, yopishyaptimi? Orasi ochilib qolmayaptimi? Shoshmasdan birinchi marta yasayotgan bo'lsanglar, mo'ljallab qotmasidan to'g'rilab olib, men bu joyi chiqqani ham bejiz emas. O'shanda men bu lipestoklarimizni mana qilib tekis emas, shuni hisobiga bunaqasiga уже ochilib yopishtiryapmiz. Bunisini sal kichikroq qilsanglar, agar masalan aylanasin, lipestoklarimizni уже mana qilib yopishadi. Bu ham bitta variant. Ham ko'rinyapti qizlar. Liqli surib, endi tepasiga yopishtiryapman. Aytganimdek, mana qilib iloji boricha vertikalniy tushsin. Kleyni sal pastroq surib qo'yibman. Hech narsa qilmaydi. Yana bir marta surib yopishtirib yuboraman. Chizuvga qo'ydim o'rtasi bilan. Qarayman, men bilan bitta qatorda ketyaptimi? Ketyapti. Kley qotyapti. Endi betiga surib hamma narsa chiqyapti. Ko'rinyapti deb o'ylayman. Qiyin emas, piyon. Menimcha
atirgulga nisbatan osonroq, faqat mayda ishi ko'proq. Balkim kimgadir qaytanga shunaqa ko'proq yoqar. Balkim kimdir menga o'xshab erinchoqroqdir ekan. Inshaalloh natijamiz chiroyli chiqsin. Yasab shuncha mehnatimiz ketganiga yarasha. Pas bo'lib qoldi. Men bu yerda xatoyim shu lipistokka agar 1 mm ko'chmaydi уже. Betigacha yarmigacha kley surganimda, hozir buni yopishtirib, ichiga tiqib, buni ustidan yopishtirib qo'yardim. Sizlar shunaqa qilinglar. Esingizda chiqib qolmasin menga o'xshab. Shunaqa buni ham o'rtasiga mo'ljallab pastini yopishtirib olib, mana birinchi qatorimizni yakunlamoqmiz. Pastini yopishdi, endi tepasini yopishtirib birinchi qatorimni tugataman. Qarab chiqinglar. Ikkinchi qatorga o'tishdan oldin qarab chiqinglar qizlar. Hamma yo'q yopishdimi? Mana oralari manikiga o'xshab ochiq qolib ketmayaptimi? Tak, birinchi qatorni bitirdik. Buni ustidan mana yonlaridan nima chiqdi? Endi qizlar ikkinchi razmerimizni olamiz. Bu ham 10 ta, to'g'rimi? Kes. ekan. Endi qaranglar. Ikkinchi razmerimizni mana bu oldingi razmerni orasiga yopishtiramiz. Ya'ni mana bu chizuvlik emas, chizuvni orasini o'rta qilib mo'ljallab yopishtiramiz. Endi qaranglar, bizda nechta qator qoldi? Tak, 3 ta, 6 ta qator qolgan bo'lsa, bu qatorni maksimalni yaqin, почти ustma-ust yopishtiramiz, mana bunday chiqib tursin. Undan keyingi qatorlarni уже mana 5 ta qator qoladi, где-то yarim santimetrdan joyimiz qoladi har bitta qatorga. Shuni mo'ljallab yopishtirib chiqamiz. Keyin mana hozir buni bu aylanadi, bu tarafga aylanadi yopishtirib chiqdik. Keyingisini bu tarafga qilamiz. Undan keyingisini bu tarafga qilamiz. Buni ham adashtirmaylik. Ya'ni mana bunday yopishtirib bu tarafga emas, bu tarafga aylantirib chiqamiz. Aytganimdek, hozir buni polniy emas, yarmiga kley suraman. Ya'ni bu tarafga aylansa, demak, oxirgisini buni ichiga tiqqanim uchun kleyga bu tarafiga suraman va yopishtiraman. Endi kleyga mana bunaqasiga qizlar 2 marta suringlar.
orasiga где-то 1 santimetr qoldirib и aytganimdagi почти ustma-ust yopishtiramiz. Bu qatorimizni ikkita chizuvni orasiga, ya'ni bundan oldingi tepa qatorli lipestoklarni orasiga kiradi stik. Mana yuzidan mana bunaqa chiqyapti. Bu yerda ochuv, buni orasiga lipestokni tiqamiz. Suruvni orasi birdan oshib ketmasin, где-то 1 santimetr qilib yana suruvni ikkita chizuvni orasiga tekis qilib, mana bunaqasiga vertikalniy qilib, buni ham mana qilib kley surgan joylarimni bostirib turib yopishtiryapman. Sal pastroq ham bo'lib qolmasin. Buni men bu birinchi qatori bo'rtib chiqqan joyi bor-ku. O'sha yoqqa mana men bu bo'rtib chiqqan joyini ustiga azgincha chiqsin kley, men betlariga emas. Mana bo'rtib chiqqan joyini ustiga azgincha kley chiqsin. Mana shu bo'rtib chiqqan joyi hozir bizning lipestoklarimizni ochilishiga yordam beradi. Butun qatori mana shunday qilib yopishtirib chiqamiz qizlar. Ikkita chizuvni o'rtasini topdim. Yopishtirdim va tepasini yopishtirib, azincha qo'lim bilan ushlab turaman, tekislab olib, kley qotguncha. Mana o'shanga sizlar ham kontrollировать qilib, ya'ni erinmanglar, orasini ochib ko'rib qo'yinglar, hammasini yopishtirib qo'yib, keyin qiynalib nimadir qilgandan ko'ra, hozir donalab yopishtirayotganinglarda donalab tekshirib chiqinglar, shoshmanglar. Kley yopishsin. Atirgulda ham, mana shunaqa gulda ham, mana bitta gulga qaraganinglarda birinchi bo'lib ko'zga markazi tushadi. O'shanga atirgulda buton, mana bundacha shlistiklar bilan birinchi qatorli eng chiroyli qatorlarimiz bo'lsin. O'zi aslida hammasi chiroyli bo'lsin. Bular ko'zga tashlanadigan. O'zingizlar ham ahamiyat beringlar. Bitta mana masalan gul turganda birinchi qatiga qaraysizlar.
keyin bitta balandlikda, ya'ni mana bunaqasiga ham chizig'i bir xil bo'lishga harakat qilaylik. Mana menda sal oldi qochdi bo'lib qoldi. Sal mana bu taraflarim tepaga chiqdi. Sizlar ahamiyat beringlar shunisiga. Sal bu hech narsa qilmaydi. Bariga iloji boricha tekis yasashga harakat qilaylik. Mana endi bir xil bo'ldi. Chiqazib yuborishga ham kley balandroq surib yuborishdan ham cho'chiyapman, chunki balandroq surib yuborsa mana bunday yopishib qoladi, ochilmaydi. Lekin jam past bo'lib qolsa ham ochilib ketadi. O'shanga qarab kerak bo'lsa ikkinchi marta surib yopishtiryapman. Sizlar ham shoshmasdan qilayotgan ishingizga ahamiyat berib qilinglar. Chizuvni o'rtasiga qo'ydim. Mana bitta qatorda ikkita chizuvni o'rtasiga mana bunda vertikalniy bo'ldi. Endi mana tepasini ham yopishtirib olaman kleyni ushlab. Mana keldik bu qatorni oxirgi yaprog'iga. Endi bunisini ochib orasiga qo'yib yopishtirib olaman. Yopishtirib endi mana bu yopilmagan joyiga kley surib bunisini ham qatorni yopamiz. O'tamiz endi keyingi razmerimizga, keyingi qatoriga. Hammasi 10-10dan. Mana bunisini bu tarafga aylantirdik, endi bunisini bu tarafga aylantiramiz. U uchun bu endi chizuvning ustiga tushadi bunimizni. Shuning uchun o'rtasini chizuvga mo'ljallab bu qatorni уже yarim santimetr tushirib yopishtirib chiqamiz. Kley yarmiga suraman bu tarafiga. Chunki keyingisini bu qator ichiga, bu yaproqni ichiga kirgizib yuboraman. Chizuvni ustiga yarim bu qishroq yaproq ekan, o'shaning bitta tarafim почти ustiga chiqyapti, bitta tarafimni yarim millimetrga tushiryapman. Aytgandagi shakl berayotganda zavon ham cho'ziladi etib-etib. Ham xuddi shunaqa 2 marta kley suramiz. Bitta kleyimizni konteynerga tushadi, bitta chizig'imizni. Bittasi oldingi qator ustiga tushadi shunda.
Buni ham xuddi shunaqa, mana vertikalnostni yo'qotmaymiz. Orasini ochib mana buni tekshirib olaylik. Shu qaraylik qizlar, mashinam juda ham qayilib ketdi. Shuni hozir fenda issig'ida azincha mana qilib tekislab ochaveraman. Nimagadir g'ashimga tegayapti. To'g'ri, o'zi piyon tekis bo'lmaydi. Atirgul o'zi aslida hammasi bir tekisda bo'lmaydi. Chut slishkam qayilib qolib o'yin buzuqlik qilyapti. Agar sizlarda ham shunaqa formirovkada juda ham qayiltirib yuborsanglar, boshqalardan ajralib tursa, fen bilan azgincha mana bu anaqa g'ijim bo'lgan joylari ketib qolmasin. Azgincha fen berib, masalan, mana bu qornini o'ziga bitta fen berib, mana bunda ushab tursanglar, shunaqa qotirsanglar sal tekislanadi. Sizga ham qarab qo'yamiz, qatorlarimiz tekis tushyaptimi? Mana bundoq qaranglar, qo'yganingizda burishtirib yopishtirmaylar. Sal mana bundoq ikkita barmog'inglar bilan buni men qo'yibman deb sal, mana bunaqasiga emas, sal ikkita barmoqni tortib olib, mana bunaqa qilib keyin bostirib turinglar. Ya'ni mana bu yetinglar tekis tushsin. Ko'ryapsizlarmi? Ikkita barmog'im bilan cho'zib qo'yibman, dazmollab qo'yibman. Ham buni dazmollayapman. Hamma bunaqasiga tekis tushyaptimi, yo'qmi qarayapman. Keyin tepasini kley qotib qolmasidan tepasini ham bostiramiz. Kleyimiz ikki qator bo'lgani uchun eti ham, beti ham hamma yog'iga ahamiyat beramiz. Keldik endi oxirgisiga. Bu qatorda
Endi buni orasini ochib, tekslab qo'yib olib, mana chizig'imizga o'rtasiga qilib yopishtirib olamiz. Tekis qilib yopishtirishga harakat qilamiz. Gorizontalniy. Yopishgandan keyin endi bunisiga qolgan yarim qismiga kley surib, buni ustidan yopishtirib olamiz. Bu qatorimiz tugadi. Endi o'tamiz 4-qatorimizga. Qizlar razmerli, misol kattasi bilan eng kichkinasini farqi bo'lsa, o'rtadagi razmerlar bir-biridan farqi deyarli katta emas. O'shanga yopishtirishdan oldin ajratib, sanab yopishtirib yubormanglar. Men sizlarga bular aytayotganim bejiz emas, o'zimning boshimdan o'tgan xatolar. Razmerlarni отдельно qilinglar, plavkadan keyin, formirovkadan keyin adashib ketmasin. Qiynalib qolmanglar. Mana endi buni chizuvni o'rtasiga yopishtirdikmi? Endi ikkita chizuvni o'rtasini mo'ljal qilamiz. Buni bu tarafga yopishtirdikmi? Endi yana bu tarafga yopishtiramiz. Mana qo'yib, yarim santimetr qoldiramiz. Mana bundan tashqari yana 3 ta qatorimiz bo'lsa, как раз mana yarim santimetr qatorimizga qoladi. Buni qo'yamiz. Buni hozir endi bu tarafiga kley suraman, bu tarafim ochiq qoladi. Shu tegini cho'zilib ketadi. Mana surdim. Ikkita chizuvni orasidan yarim santimetr joy qoldirib, tashlab, verniy pastga tushirib, yopishtirib olaman. Sekin piyonimiz ochilib kelyapti. Kleyimizni bitta chizig'i konteynerga tushadi, bitta chizig'i bundan oldingi yaproqning ustiga tushadi. Ushab turdik. Mana qilib sal cho'zib qotiramiz. Ushab turdik. Qotdi. Yangisini yopishtiramiz. Hammasi xuddi shunaqa qilib yopishtirilib chiqiladi. Hamda qo'yganda gorizontalni tegi qiyshiq bo'lgani uchun tegiga mo'ljalladim. Mana gorizontalni tushsin, tekis tushsin, tepaga qarab. Mana qizlar, mana men plavkada, видимо, betini ko'proq ushlaganman-da, beti cho'zilib ketgan. O'shani hozir pastiga emas, mana bunda tekis tushishiga ahamiyat beramiz. Bunday yopishtirib olib, qarab, tekislab, shoshmasdan keyingisi. В принципе, bu yerda уже kommentariy qilmasam ham bo'ladi, chunki ish jarayoni bir xil ketadi. Faqat o'sha past, baland tekislikni mo'ljalini olsanglar bo'ldi, qizlar. Kley surdim, bitta chizig'im konteyner ustiga tushsa, bitta chizig'im yaprog'ining ustiga tushadi. Verniy tushdi. Bitta narsani aytib ketay qizlar sizlarga. Mana menda ham ko'ryapsizlar, shakllantirganda qaysidir bir dumaloq bo'lib chiqyapti, qaysidir tekisroq bo'lib chiqyapti. Lipstoklarimiz, ya'ni mana misol, mana bu sal dumaloqroq, mana bunisi tekisroq. O'shanda bitta dumaloqrog'ini yopishtiramiz, bitta tekisrog'ini yopishtiramiz.
bitta dumalorog'ini yopishtiramiz. Bitta tekisrog'ini yopishtirsak, o'shanda natijada balans bo'ladi. Keyingi qatorda ham shu narsaga ahamiyat beramiz. Undan oldingi lipestogimizni dumaloroq bo'lgan bo'lsa, tekisrog'idan boshlaymiz. O'shanda ancha-muncha tekis bo'ladi. Piyonimizni sekin-sekin piyonga o'xshashni boshlayapti. Mana bu pasimizga qaraymiz. Qancha tashab ketayotganimizga qaraymiz. Mana bu chizuvlarni orasiga, ustiga qaraymiz, o'rtasiga. И yopishtirayotganda mana bunaqasiga gorizontalni tushishiga ham qaraymiz. Mana olib solishtiringlar. Bir-biriga to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi? O'shanda past balanga tushib ketsanglar ham bilinadi. Mana bunday qilib. Mana bunday yonmachasiga mana bu qatori bilan solishtiringlar. Tepasidan uncha bilinmaydi, yonidan ko'proq bilinadi. Atirgulda ham, piyonda ham shunaqa solishtiraman. Bir-biriga to'g'ri kelyaptimi? Bitta balandlikda ketyaptimi? To'g'ri, idealni geometrический tekis chiqmaydi. Bariga ham ko'zimizni ko'rayotganini to'g'rilashga harakat qilishimiz kerak, qo'limizdan kelgancha. Katta piyonimni kraskasini ma'mundoroq qoldirganimga sal ochroq ko'rindi ko'zimga. O'shanga buni kraskasini teparoqga ko'tardim. Bu уже sal mana ma'lumotlarda bitta chiqib уже to'qroq ko'rinyapti. Shunisiga qarab sizlar qanaqa natijaga erishmoqchi bo'lsanglar, o'shna qilib tonirovka qilinglar. Даже ma'munda ozgincha tonirovka qilsanglar ham bariga ham mashq qilgan tonirovkalar piyoninglar oppoq emas, misol oq izolondan qilsanglar. Oppoq emas, ozgincha bo'lsa ham rozовый оттенка beradi. Rozовыйmi, sarumi, misol fioletovoymi, balkim kompozitsiya yasasanglar, u boshqa guligiga anaqa keltirasizlar tonini. Aytganimdek, даже boshqa rangda izolondan yasasanglar ham o'sha rangiga ham ozgincha kraska bersanglar, ozgincha tonirovka qilsanglar, уже bariga ham ish boshqacha bo'ladi. Oxirgisini yopishtirdim. Ichiga kirg'izib yubordim. Ustiga chiqazdim. Endi o'tamiz keyingi qatorga. Bir, ikki, uch, to'rt, beshta. Ham xuddi shunaqa mana dumaloqroq
tekisroq. Bitta dumaloq, bitta tekis. Orasida turib o'tgan safar kamera to'xtab qopti. Katta gulli yasayotganda men yasib yuribman, o'shanga orasida turib endi tekshirib ham qo'yibman. Menga ko'rinmaydi balandlikda. Tak, mana endi buni ham mo'ljallab ko'ramiz. Bunimizni уже chizuvni ustiga tushadi. 1,5 santimetr tushiramiz. Mo'ljallab ko'ramiz. Shu tekisi eng kirgan joyiga yopishtiryapman. Tak, tushyapti. Buni endi bunisini bu tarafga aylantirdim, bunisini bu tarafga aylantiraman endi. Bu tarafga aylantirish uchun bu tarafimga kley suraman, bu tarafimni naоборот, bu tarafimga kley suraman, bu tarafimni ochiq qoldiraman. Shuni men bunday aylantirganda keyin ichiga tiqaman. Tikanliki bu уже chizuvni ustiga tushadi. Joylashtirib oldim o'rtasini. Mana bunaqasiga tekisligini qarayapman. Tekis tushyapti. Xuddi shunaqa qilib hech narsa o'zgarmaydi. Yopishtirib chiqamiz. Aytgandiki, bitta tekisga bitta dumaloq. Pas ushlab turamiz, kleyimiz qotsin. Shoshmaylik.
bunisini ochib orasiga tiqib o'rtasini chizuvni ustiga mo'ljallab ikkita barmog'im bilan tortib gorizontalniy qilib yopishtirib oldim. Endi bunisiga kley surib qatori ham yakunladim. O'tamiz keyingi qatorga. Endi bunisini bu tarafga aylantiramiz. Sal yo'qroq chiqyapti. Agar kerak bo'lsa, hali ozgincha fenda ochib yuboramiz. Endi bu ikkita chizuvni o'rtasiga tushadi. Bunaqasiga yana 1/2 santimetr, даже menda kamroq joy qoldi. 1/2 santimetrdan kamroq tushiraman. Sizlar o'zingizda qaranglar. Menda sal mana bu qatori ko'proq tushirib yubordim shekilli. Qo'pqogacha ozgincha joyim qoldi. Tak, bu tarafga buni bu tarafga aylantirdim. Endi bu tarafga aylantiraman. Bu tarafga aylantirish uchun kleyni bu tarafini yopishtirib, surib, bu tarafini ochiq qoldiraman. Chunki bu tarafga aylantirib, bu tarafga tiqam. Yo'q, nabarot. Bu kley tarafi kley ochiq qoldiraman. Chunki bu tarafga aylantirib, bu tarafga tiqaman. Adashib ketmanglar qizlar. Qaysi tarafdan ichiga sursa, o'sha tarafga qarshi tarafga kley suramiz. Buni уже ikkita chizuvni orasiga tushyapti.
Mana keldik oxirgi lipstokimizga. Bu qatorda orasini ochib, kerakli joyga ikkita chizuvni orasiga yopishtirib, ikkita barmog'im bilan tortib, mana bunaqasiga vertikalni tushyaptimi yo'qmi tekshirib, kley bostiraman, ya'ni barmoqlarimni bostiraman. Bostirgandan keyin bundan oldingisi o'sha ochiq joyini kley surib yopishtirib olamiz. Tak, bu qatorimiz ham tugadi. Endi qizlar qaranglar. Oxirgi qatorni yopishtirishdan oldin buni qo'yamiz. Tak, endi qaranglar qizlar, oxirgi qatorimizni yopishtirmasdan oldin mana bu tarafi oz. Bu tarafi boya yopishtirgan. Bu tarafi azincha fenda ochdim. Mana bunaqa zich bo'lib qolmasligi uchun azincha yordam beramiz gulimizga ochilish uchun. Bu uchun nima qilamiz? Mana bunda tegidagi qatoridan yaproqni ochib, ko'rinyapti qizlar, yaproqni ochib, fenni issig'ini mana bu betga beramiz. Ko'p emas. Birinchi mana bunda o'zini izidan g'ijimlaymiz. Mana bunda barmoq bilan ushlab turib, pastga tushirib, fenni mana birinchidan haroratini tekshiringlar qizlar, haroratini. Issiq bo'lib ketmasin. Bo'lmasa hamma mana bu gafrilarimizni ochib tashlaymiz. Mana bunda qo'l bilan ushladik. Fenni mana qilib ozgincha tochishni berib, sovishini kutib, keyin qo'yib yuboramiz. U uchun mana bunda turibmas, o'tirasizlarmi? Atirgul yuzinglarni anaqasida balandligida bo'lsin. O'tirib qilinglar, shu narsani ko'rib o'tirib qilinglar. Mana shunday qilib, keyingisini ham g'ijimini taxlab, bunisini mana bunda qo'lingiz bilan ushlab turib, mana bunda ozgincha havo berib, issiq havoni mana bunda ushlab turib, sovishini kutib, keyin qo'yib yuborasizlar. Keyingi qatorlarni ham qizlar mana bunda ochib tashamanglar, xo'p? Ozgincha ochinglar, где-то mana bunda shaklga to'g'ri kelsa yetadi bizga. Ko'p ochib yormanglar. Tepadagi qatorlarini temanglar. Ochsanglar, buni ochinglar, bundan oldingi qatorni ochsanglar, по-моему, yetadi. Xohlasanglar undan keyingisini, lekin birinchi, ikkinchi, uchinchi qatorga temanglar qizlar. Chunki hali yana mana bu qator ham bor, mana bu tarafini ochdim mana. Shu darajada bo'lsa yetarli. Prosta hozir mana o'zim ham kamerada ko'ryapman-da, uncha anaqa bermayapti telefon effektini. Chunki yana bitta qatorimiz bor. Bu qatorni ham joy qolsin birinchidan, bu qatorimizni уже krishkani ustiga yopishtiramiz. Bunga ham joy qolsin mana bunaqa ochilishiga. Mana bunaqa bo'lib ketsa ham xunuk bo'lsa kerak. Hozir men o'tirib oling, ko'rsataman sizlarga. Buni ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu taraflarini ochdim, yetarli. Mana bunday lipstokni olaman. O'zini g'ijimini qo'limga ushlab oldim. Sal ochib, fenni haroratini tekshiramiz. Mana qilib ozgincha berdim. Bo'ldi. Ozgincha qo'lim bilan ushlab turdim. Keyingisini ham xuddi shunaqa. Mana ozgincha ochib, ozgincha mana. Sal g'ijimib ketib qolmasin qizlar. Endi bunisini ushlab turmaysizlar, prosta men hozir sizlarga kameraga tushsin deb shunaqa ko'rsataman. Bunisini ushlab turmaysizlar. Mana sovudimi qo'yib yuborasizlar.
Mana qilib ham ko'rsating, чтобы ko'ringlar, ani nimani ushyapman, nimani ushamayapman. Jam katta ochilib ketmasin-da. Qunib qoladi. Yaproqlar ham pastga tushib ketmasin. Mana bu gafrilarimiz ham ketib qolmasin. Albatta, o'zini izidan gafrisini ushab, sovutib, keyin qo'yib yuboramiz. Mana shunday qilib aylantirib chiqamiz, piyonimizni ochamiz. Mana bu pastiga uramiz qovonni. Mana bunaqa joyiga uramiz. Mana betga emas, betga emas, mana bunaqa joyiga uramiz qovonni. Ozgincha ushattirib, nomini ko'ryapsizlarmi, уже qanaqa ochildi. Nomiga. Qizlar juda ham diqqat bo'linglar, mana bu gafrilari ketib qolmasin. Piyonim hozir telefonda uncha ko'rinmayapti. O'zinglar yasayotganda ham ko'rasizlar. Mana shu gafrilari bu piyonga, mana shu fasonga juda ham boshqacha chiroy berib turadi. O'shani ketkizib yubormanglar gafrilarni, mehnatingiz zoya ketmasin. Ozgincha и потом еще mana bu tepadagi qatoriga, nomiga. Mana bunda tortganda, betiga havo urganda, sekin mana bu o'zi nomiga urilayotgan havo mana bu qatorlarga ham o'zi yetarli bo'lyapti. Ko'p ochib yubormanglar, shampan quloq bo'lib qolmasin piyonimizni. Aytganimdaki, hali yana bitta qatorimiz bor, unga ham zapas qolsin. Mana уже boyagi holida, hozirgi holi. Tekislavari baland pastligini qarab, o'lchab chiqib, shoshmasdan mana endi yonidan qaranglar, boyagi holida, yonidan qaranglar. Gulimiz ochildi. Endi bu aytganimdaki, bu zapasnoy krishkam, asosiy krishkam qo'yib, oxirgi qatorini, mana уже bu qator mamna qilib krishkam ustiga chiqadi. Oxirgi qatorini yopishtirib chiqamiz. O'shanda qaranglar qanaqa chiroyli chiqadi.